2 oyning ichida sochlaringiz to'kilishini to'xtatib, mayda tollarni chiqarib, qalin qilib o'stirish xohlaysizmi? Unda siz uchun juda ham zo'r mahsulotni tavsiya qilaman. Bu mahsulotlarni ishlatayotgan qizlarning natijalari juda ham ko'p. O'zingiz ko'zingiz bilan ko'rishingiz mumkin. Mahsulotlarimizda nabor holatida bo'ladi va naborning ichida 2 oydan ko'proq muddat ketadigan mahsulotlar bo'ladi. Jumladan vitaminli shampun har safar shunga yuvasiz, soch o'stiruvchi spreyni har kuni kechasi sochingizga sepib qo'yasiz, barmoqlaringiz yordamida massaj qilasiz. Yuvib tashlash shart emas. Soch maskasi haftada 2 marta qilinadi, soch yog'i ham 2 marta qilinadi va qosh kiprik o'stiruvchi serum haftada har kuni kechasi qosh va kipriklaringizga surib qo'yiladi. Ertalab yuvib tashlanadi va qarabsizki 2 oydan so'ng sizni sochlaringiz o'zingiz orzu qilgan darajada uzun bo'lib, ancha qalinlashgan holatda bo'ladi. Bu mahsulotlarni 12 ta viloyat bo'ylab yetkazib berishga tayyormiz. Telegramga kiring hoziroq. Qidiruv bo'limiga Almariyas admin deya yozing. Chiqqan lichkaga yozib oladigan bo'lsangiz, biz sizga batafsil ma'lumotni beramiz hamda bularni yetkazamiz.